Chiqib farmonga ayt, yenimga kirsin. Xo'p. Assalomu alaykum Shavaz begim. Va alaykum assalom. Farmon, anglasam bugun Malikining ot qo'yish ma'rakasida Shohim bilan Hasan vazir ahdinomiga muhr bosqidik. Shundaq. Bu ishga qarata boshqa vazirlar zodin nimalarni deyishdi, angladingmi? Begim, men cho'qim ularning gapiga ko'z quloq bo'lay. Meningcha, Sodiq eng ishonchsiz odam. O'tgan yil kuzda men Shoyim bilan Hasan vazirga hamroh bo'lib shikorga chiqqan edim. O'qiyan akilanglar. To'xtanglar. Nima ish bo'ldi Hasan vazir? Farmon, sen o jonivorning bo'g'oz ekanligini ko'rmadingmi? O bo'g'oz bo'g'ashqa yugurmay qapti. Qarab turib tayyor oldini qo'ldan chiqarib bo'lmas. Mendan buyruq, hech kim bu jonivorning jiniga zomin bo'lmasin. Cho'qon selib uni qo'g'lab etgin. Xo'p. Bu bo'g'oz kiyikni ko'rib, homildor mahbubam esimga kelib qoldi. Allah uni o'z panoyida saqlag'ay. Mehri shafqatlik vazir azam. Sizlar haqiqatan ko'ngil ko'ksilari kang odam kallar. Hazretim, sizlarga deydigan bir necha ig'iz gapim bor edi. Nima gap? Bu gaplarni ichimda saqlab yurgili uzun bo'ldi. Desam, bo'larmi yoki bo'lmasmi? Ayni chaqda o'z nafsi uchun alning beshida qilish o'ynatgan sipohlar o'tgan. Xudoga shukr, amdilikda bo'lsa adolat va fazilat ro'naq topgan kunlarda o'tyapmiz. Shoyimiz va jimiki fuqarolar janoblaridan rozi. Mubodo falakning gardishi kaj kelib, birer bad niyatning qo'liga qolsak, na kunlarga duchor bo'lamiz deb ansirayman. Sodiq, xo'sh hazratim. Kimiki hili bilan qilsa g'urur, oyoq siridin qumush taq qurur. Olamdagi ishlar taqdirga ta'alluq, va lekin uning mo tadbir bordir. Bu haqiqatan mo bir xosiyatlik ish. Shoh sanam dunyoga kelishdan burun men Hasan vazir bilan birga shikorga chiqqanda oldimga bir bo'g'oz kiyik uchir edi. Shu hamon xonish oyimning homildorligi esimga kelib, uni otmagandim. Shu kuni Hasan vazirga mo bo'g'oz kiyik uchirgan, lekin u mo otmagan. Neyme degan o'xshashlik ha?
Hasan vazir bilan ikkimizning niyat iqbolimiz azaldan birdir. Shu karomat tufaylidan men mundaq va'da qilgan edim. Agar xonish oyim bilan Hasan vazirning xonimi har ikkilisi o'g'il tug'sa, ular oku-uku bo'lib o'tgay. Agar har ikkilisi qiz tug'sa, ular och-singli bo'lib o'tgay. Biroq hozir tug'ilgani bir qiz, bir o'g'il. Andaqda mana bu ahdinomini putilgini bo'yicha ular baliq bo'lganda nikohi bir bo'g'ay. İltifatlarga ming martaba rahmat. Әмді қанда қығылық. Gep kıslıçı. Neyme deymen? Bu əhdinamə biz üçün eğer külpət. Külpet. Kallılarını işiltip bakmamla. Meğilerini kağı çok aldım ha. Sen bir yok yurtlık durup, ağlık bakmay tehe, Şahin bilen kuduvacı olmakçı miken? Neyme tolu kotuldaysa? Men kutuldadım mı? Hemini kıgan sile. Oppa. Balam Abdullah, ihsanı bolsun. Sen çoğun boğanda çokum senemni al. Abbas hallıqı çokum bizden buluş gerek, bildin mi? O nemini biletti? Abba! Boldu, jığılma. Begim, ular keldi. Jürüm. Hazırkı birden bir amal Hasan vezirini közden yokutuş. Men koşulama. Men mi koşulama? Yo'q. Men qo'shilamayman. Nemişqa? Hasan vazirni o'ltirayotgan taqdirdimi, agar Shohim hiliqi ahtinomini bekor qilmasa, Abbosxonning xonliq taxti, ya'ni o'xshashlar bir musofirning qo'liga qoladi. Onun degeni o'rinliq. O'rinliq bu nim deganimiz? Shavaz begim, endi hargiz ishkilanib o'ltirmisizlar. Hasan vazirni yo'qotmasak, ko'nglim aram topmaydi. Yo'q. Hozir yenigilik qilishga bo'lmaydi. Bizga aqldan boshqa yana payt kutishga to'g'ri keladi. Senem! G'eribjon! G'eribjon. Madrasaga boraylik. Emsi mağayli. Ey Hannaz, iştinlar amıxas. Ulug' Shohi Abbosxon oliylari g'alyanchi muddatlarni jazolash uchun Qo'rg'on begi Abdullah begimni ularni tutib kelishga avatgan edi. Begim bir kechidala
Ulanın adını verip seferini terk tutup geldi. Hemmeylen bunundan ibret alaylı, şahimizin emrini ulug dep bileyli. Ustozim. Safar tutilib qapti. Nimishqa? Chunki u zindondan dadasini qutqizaman deb o'zi tutilib qapti. Ha? Biroq uning dadasi qochib ketibdi. Ustozim. Safar gunohsiz. Uning dadasimi gunohsiz. Sanamjon, nima deganingiz bu? Safarning dadasi podshohimizga, shundaqla dadangizga qarshi chiqqan tursa. Suchuk. Zaharlik tilingni tat. Xapchik. Bo'ldi, kitobinglarni o'qinglar. Sher qapazdan chiqibdi. O, barmendiga yeriga berhiversin. Shirin. Shirin! Assalomu alaykum, hurmatli shohim. Farhod, bu yerga kelishdiki muddaoing nima? Shohim, Shirin vasliga yetmakdir mening armanim. Agar sen Boston teg'ining u tarafidagi daryo suyini bu tarafga boshlab kelalisan, singlim Shirinning vasliga yetalaysan. Sanamjon. Nima o'ylayapsiz? Hech nima. Buni qabul qiling. Farhod Shirin. Bağven bulup bir
boylarını. Yegem seni huşaratmış, görüp dürsem boylarını. Senemcan, acaba siz... Bo'ldi, so'zlamang. Yo'q, so'zlayman. Andaqdı bu gülçimellar. Muhabbetimizning dastanimi yoki aynigimi? Agar siz she'rim bo'lsangiz, undaqda men Farhod. G'eribjon, bu poraklab ichilib turgan atirgullar qalbimizda mangu saqlanib qolsin. Dehshatli bo'ron chapqindimi, to'zib ketmasin. Hey. Sucuk. Abdullah, kundash deganning ma'nosi nima? Menga deb bera olamsiz? Sen? Hey. Hey. Men onun o'tida kuyib qaqshal bo'ladigan bo'ldim. Onun ishqida aqlimdan ezib qoladigan o'xshayman. Abdullah. Sanim bo'ldi. Men bir vazirning o'g'li. Ordining Qo'rg'onbegi Turug'liq. Nemişqa aşı atısı yo'q, yetim o'g'laqchilik bo'lamayman. Balam, nimalarni deydigansan? Apa, men... O'g'lim, yulduz desang, osmonga chiqib uzib beray. Unchi desang, dengizga tushib suzib beray. Apa, men g'eribni o'ltirib etaman. Nima? Abdullah! Ya Allah! Emdi kellima. Bilemla. Oğlumuz. Bo'ldi, hammani uqdim. Kim bilsin? G'erib o. O nim bo'pti? O senem bilen Çağrıbağda quchoqlashib yurdi. Voy Xudoyim. To Xudoyim. Mushundaq bad qiliqli qilamdi. Ular aymanmasdan ordini bulg'abdi. Sanemcan, cenim Melikken,
bu yılqı qurban eti sizga alayda xo'shalliq ep kelgandek turdi-ku. Shuni dang. Ahchi ana. Bu yılqı qurban et gullar echilib, bulbullar sayrag'an chaqda keldi emasmi? Men xo'sh bo'lmay tura olamdi. Xo'shalliqingiz bo'la emasdi. Ana. Men bugun haqiqiy muhabbatning nimaligini tushungandek bo'ldim. Ana. Bu gulni kimning tuzxonligini bilamsiz? Tepib boqaymi? Bu gulni cho'qim. Aka, kiyimlaringiz pek yarashibdi. Xuddi shahzodaga o'xshab qolibsiz. Guljamal, Sen amacham, sizga yana nimalarni dedi? sizga deb bermayman. Depmisiz, ma'lumsizmi? Voyjon. Sho'xlik qilmang, ha? Ama, qaraslar akamga. Ha? Jim o'ltiring, ha? Ana! Kirib. Esinglarda bo'lsin. Hasalning harisi batur. Qizil gulning tikini batur. Magar kim baxt gulzarida bo'lsang, unutmag'in baharning zimistoni batur. Ana! Ha? Ana, sen amachamchi akamga. Siz Ferhat, men Shirin, siz Majnun. Men Leyli debdi. Ferhat degan kim u? Guljamal. Aka, meni deganlarim rostku. Tezroq bo'lmasangiz ketaverman-chimi? Ma'qul aka, meni bir deb saqlab turing, ha? Ota-bovlarimizdan qolgan mundaq bir eg'iz gap bor. Chiroqning o'chishi yog'ning tugaganligidan derak beradi. Yog' tugsa, chiroqqa yog'ni kim quyidi? Podshoh garchi sanamni o'g'limizga berishni ahd qilgan bo'lsa-mu, mening ansiraydiganim men olamdan o'tgandan keyin shoh va'dasiga vafo qilamdi yo'q. Jaloliddin mollam sizni yo'qlab kelibdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qadinos do'stim. Mehribona. El zaharlik o'qni olib chiqib Jaloliddin mollaga ko'rsatgan. Dodo, suv ichamlo. Yo'q. Jaloliddin molla mana bu orqa tarafimdan kelib tekkan zaharlik o'q. Buni podshoyi olamga topshirib berishlarini sizga havola qilaman. El yurtni xavfdan saqlash uchun bu ishning tegi-taktini aniqlab baldo'roq taqiqlash zarurdir. Hasan vazir! Dodo! Dodo! Hasan vazir! Hasan vazir yovni yengishda xanjirim, yurt so'rashda kamrim edi. Oyim, xotirjam bo'lsizlar. Men cho'qim bu ishning tegi-taktini aniqlab, qotilni qattiq jazolayman. Ana! Yig'lablig'i. Yo'q. Yig'lamadim. Sizlarga qarab xush bo'lyaptimi, bolalarim? Gapinglarga zodli ishongim kelmayotidi. Texi shahoni to'y bo'lmay turib, bu nima degan hayosizlik? Demakchi bo'g'inimiz texi bo'la emas. Yana nima ish?
Bizning bar yo'q mushu birli qizimiz bor. Kimiki uningga o'ylansa, toj taxtga shu varislik qiladi. Buni bilaman. Şahim, özlergim ayan. G'aribning ota bovusi bizning xonadonligimizdan emas. Bu büyük toj taxtimizga munosabatlik cho'ng ish. Bo'ldi, bas. Şahim, bu ishga dilg'onlik qilishga zodi bo'lmaydi. Şemşi Banu. Biroq mening ansiraydiganim bugun ko'zga ilmagan bu shumbuya. Erteden başlap senem medreske var mısın? Ey yareller, kadir dallar, ne buldu ya, dim kelmedi. İşk otida, köydi callar, ne buldu yarim gelmedi. İşkotida küydi caller, ne buldu yarim gelmedi. Yıllar mendem vade kıldı, yıllar müddet idin öte. Gözüm yolu da delmirdi, ne buldu yarim geldi. Gözüm yolu da delmirdi, ne buldu yarim geldi. Gel yeşim zehir buldu ki gel tınıp kipen buldu. Çırağın zehir buldu, ne buldu yarim gelmedi. Çırağın zehir buldu, ne buldu yarim gelmedi. Assalomu alaykum g'aribjon. Va alaykum assalom. Men o'rdiq kirib ahvolni o'qib baqay. G'eribjon, Aqchana. Sanamjon sizni bog'da saqlab qoldi. Emsi men yeniga baray. Bering. Men Jaloliddin mollaning endi sizni saqlab turay. Ma'qul. Aqchana, nima ish bo'ldi? Jura bolam. Ustozni yo'qlab chiqayli. Sanamjon. G'eribjon, Qani aytma. Zodi nima ish yuz berdi? G'eribjon. Bizning didorlashmag'imiz endi tas bo'ldi ham bo'ldi.
Memişqa. Atam ferman düşürüp meni medreseden toxtatdı. Bugün ustazım bilen hoşlaşışını bana kılıp siz bilen körüşkili geldim. Nemi üçün? G'eribcan. Bunu yeninizga sep qo'ying. Bunu yeninizdan hergiz ayırma. Bu bir cüp qizil atirgul. Bir-biridan mengi ayrılmasın. Senemcan. Bo'ldi, yig'lama. Sapar. Nemish oldi? Aqamdan navkarlar qo'g'lab kelyapti. Chapsan qash. Aqtırınlar! Apo qiling Sanamjon. Bu shohimizning farmoni. Atamning fermanini men bilan nima aloqasi bor? Biroq sizni azroq malol qilib qo'ydigan bo'ldim. Bu izzatini bilmaydigan mal unda bog'langlar. Qo'lini tat. Nim qilmoqchisizlar? Sanamjon, shuni bilishingiz kerakki, xon amri hammaga qodir. Qo'lingda yarliq bormi? Bu Sizlar qaytinglar. Xon atamga o'zim javob qilaman. Xo'p. Jirola. Senemcan, Ağca ana bizni saqlab qoldi. Meningcha bizning muhabbat gulzorimizga bir shumbuy ungandek qiladi. Shundaq. Keremlik Şahim. Özleriga kutilmagan xabar ip kelganligim uchun Pekirni kechirgaylar. Nemish? Gunohkor Sapar zindondan qochdi.
Aha. Onu bir qara niyet qaçırıb etdi. Kimken o? Aytishqa tilim ko'yidi. Ey deve. Onu g'erib qaçırıb etdi. Nima? Şah ata. Pişni ehvalağa kulaq sanmağayla. Səpər, mening savaqdaşım. Savaqdaşlıq yüzünü qılıb, onu mən qoyub etdim. Sənəmcan, nima deb jo'ylayotsыз? Hörmətli şahim. Bununğa navkarlar guva. Günahkar Səpərni qaçırıb etgan dal g'erib. Hörmətli şah ata. G'erib günahsız. Ağçı, Labbay şahim. mən icazət verməgiçə Sənəmcan ordudan bir qədəm mi ayrılmısın? Xo'p. Abdullah, Labbay şahim. g'eribni darhol orduga olib kelinglar. Xo'p. Mana nedi? Gülcemal! Ha? Gülcemal, kızım. Gülcemal. Gözünü açkın kızım. Gülcemal. Ana, akam qani. Biz hazır Jalaliddin mollamni qishib borayli. İlim çeksiz, iqin derya, suyi abi hayat kevser. İlim deryasıga şunğup, onundan qazgılık gevher. Bilimsizning dili ama, iliksiz pustxan yanlıq. Bilim al, ijdihat eyle, dilingda çaxnısun əxtər. Mehribanım. Jalaliddin Ustozim, molla. ustozim, akamni Abdulla Shatr tutib ketdi. Nemishqa? U safarni qochirib o'tibdikan. U hech qanday gunoh qilmagan tursa, nima deb uni tutib ketadi? Chunki uning qochirayotgani bir gunohkorda. Jaloliddin molla, bizga igidorchilik qilala. Hozir marhum Hasan vazir hayot chig'ida shoyimiz bilan tuzgan ahdnomani elib, shohning oldiga bormoqdan boshqa amal qolmadi. Ahdinomini ilib, Xonim, endi ikkilanmaslar. G'erib, gunohingni bilamsan. Nemi gunohim borligini hech bilmadim, shohim. O gadakash. Amisa G'aliyonchi Sapar qanday qochdi? Uni men qochirib etdim, shohim. Sapar dadisini qochirib etibdi. Ammo Sodiq otamning hech bir gunohi yo'q. Nima? Ajaba xonliqdan rozi bo'lmay shohga qarshi chiqqanlikning o'zi gunoh emasmi? Sen osiy munofiqning ordini qalaymiqon qilib gunohkorni qo'yib o'tishini o'ylamabdi-kanman. Jallod! Bu osiy munofiqning kallasi ilinsin. Hop! Aldırmaqlar. Keremlik Şahin. Jaloliddin, Siz Şahin. G'eribjonni o'ltirib bo'lmas. nima? hurmatli shohim. Marhum Hasan vazirning ruhinati uchun Hasan vazir hayot chig'ida ishkilari putishgan bu ahdinomining haqqi hurmati uchun bo'lsa-mu, g'eribjonlik kechirgaylar.
Şahim. Texmi zor balayı qazadan saqlanish uchun bu ahdinomini burunroq ko'zdan yo'qotish zarur edi. Ehtinamını yırtmak asan. Bırak, haqiqatni o'zgartmak tez. Ya Rabbim. Bularning hammasi isyonkorkan. Jallat! Labbay! Bularni olib chiqinglar. Hop! To'xtanglar. Qudratli Shohim, g'azabda oq qorni farq etgili bo'lmas. Hozir dal hayit oyam kunlari. Butun el yurt shodlikqa to'lgan kun. Mushundoq ulug' oy, ulug' kunlarda behuda qon to'kilsa, Allohmu ravo ko'rmaydi. O'zlari birini o'ltirib, menga ibrat qilish degan so'zni anglamaganmi? Shohim, g'arib Hasan vazirning notivoni. Hasan vazir hayot chig'ida o'zlariga to'liq sadoqatman edi. Bugun ochiqlarga paylamay ahdinomini yirtib etdilar. Endi ularni o'limga buyurslar, el jamoat, qavm qarindoshlar oldida yaxshi bo'lmasmikin? Keremli Şahim. Pekir'nin qarışça ularni ölümden halas qilib, bütün ailesi bilen yaqı yurtqa palib etsak qandaq. Şundaq bolganda bu ulug' ay ulug' kunda qon to'kilishdan saqlanqili bo'ladi. El yurtmu g'am-g'usdan halas bo'ladi. Shahvoz vazir, sizningcha Ulug' shohi olim. Meningcha farmonning taklifi bo'yicha ish ko'rsakmikin deyman. Ferman. Bugün senin rahing boyunca iş görey. Bu işini senin beca keltirishingga topshirdim. Şahimiz g'eyribli, yaqi yurtqa palash to'g'riliq farmon tushadi. Nima? Balkim ular xonliqdan bugun ayrilishi mumkin. Rahmat sizga. Sanamjon, bundaq yig'lamang, o'zingizni oying. Ağca ana. Ana, mening yashig'im yo'q. Jinim Malikim, baharning har qachon zimistoni bordir. G'eyribning o'zila men uchun go'zal bahor. Uningsiz hayotmi zimistondir. Yo'q, Malikim. Bahar yana keladi. Ey Hannas, iştinlar amukhas. Hasan vazirning o'g'li g'erib, Shah ordusida nashoyon ishlarni qilganligi uchun onasi bilan singlisi qo'shilib, yaqi yurtga paqlandi. G'eribjon! Sanamjon, Malikim, Malikim.
Dada. Anlaşla qarğandı Pərman tumşuq eğizdigen yerdə qeyribini ailesikiler bilen koşup ötürətməkçiken. Nima? Bunu sen kimden anladın? Ulanı yalap manğan bir leşker bir sizin eytip beripdi. Onu küşkürtken adam bah. Bommasa, Pərman unda qılışqa cüret qılamaydı. Dada, tezrek amalını qılaylı. Balam, menen toğru ketimle minelemsen. Minələymi? Tumşuq eğizgi bardığa yıqı yolunu bilemsen. Bilimən. Pəricəmlep gel. Yürü. Sen nevkerlerinden bir kançını başlap, tan yoruğuca tumşuq eğizgi berip bol. Nima qilmoqchisizlar? Sen bularni nima qilmoqchi eding? Palvon, mende günah yok. Bunun hemmini Şahvaz veziri orlaştırgan. Şahvaz veziri meni bu işini qilishga buyurgan. Vezirning fermanini bija keltirmaslikka haddimmi? Qaytib berip şah hem vezirlerini yetkizib qo'y. Kimki boshqalarga uval qilsa, shu kishi avval zaval topudi. Cho'qim deganlarini yetkiziman. Ularni qo'yib etmay qarab tursan-ku. Xo'p, qo'yib etay. Hey, yavaş bak. Bak. Şefqatchimga hech qalla. Nom shariflari kim bo'ladi ekan? Bizga qilgan yaxshiliklarni menga unutmaymiz. Ah ko'ngil kishilar bola qazodan xoli bo'lolmaydi. Faqat bo'linglar, tezroq yo'lga atlaninglar. Boshpanayim. O'zlariga minglarcha tashakkur. Amin. Bu yerda nimaga qarab turibsan? Tezroq qaytib berib, eganga javob qil. Xo'p. Xayr, xo'sh. G'eribcha. Melikem, hoş haber. Tumşuq eğizde bir pelvan payda bulup, g'eribjanni ailesikiler bilen koşup qutqizaptı degan xabar orduga por ketipdi. Aytganlaring rostmi? Albatta rost. Yalap ketgan navkarlar qaytib ketdimish. Melikem, Xudoning haqqi hurmati uchun bir kulivasizlar. G'eribjon, mehribon ona. Sizlar nerede?
Ana, akam nemişki kelmeydigandu? Kış Simistanda osu qızdaş, çöl cezirde su izdigen oxşaş. Bu kim? Hürmetlik Serdar. Bu təvəyimizki suqunub kirvagan paylaqçı ken. Bizning 4-5 adamimiz bir odamga teng kelamidinglarmi? Batur, uni qachirib qo'ymanglar. Xo'p, Uni eziz mehmon qatorida kutib olinglar. bo'ladi. Ana, nereden kelyapsizlar? Qo'rqmanglar, biz tog'dagi Sodiqatining odamlari. Sodiqata? Shundaq, tog'dagi Sodiqatining odamlari. Ana! Sizlar bir oç yigitni ko'rdinglarmi? O kim? Mening o'g'lim, G'eribjon. G'eribjon. Sizlar marhum Hasan vazirning xonimi o'xshamamlar. Shundaq. Xudoga shukri, sizlarni oxir topdik. Sodiq tog'a. Kim o? Selimidilar. Uni bir ish bilan izlab keldimi? Sodiq tog'amni yeng so'qqan, bu qilishdan ko'rib baqamki deb kelgandim. U texiylalar ustiga chiqib ketgan. Ma'qul, men chiqib baqay. Bo'ladi. Sata, qara, kim keldi? Guljamal. Ay bivana! Guljamal, obdan qizim. Mehribon acha. Sefer aka. Guljamal. Ay büyü. Mehmonlar, qani uyga marhamat. Mehribon ana. Balam. Men texsilarni ko'rolmasmanmikin deb ensirgandim. Qaychib chiqqaninglar yaxshi bo'pti. Shohi Abbosni bundaq vafoga jafo qila deb o'ylamabdi ekanman. Bularning hammasi Shavvoz bilan ayoli Xadichaning ko'rsatgan ahli. Hurmatli xonim, men Xudo oldida Hasan vazirning ruhi oldida qasamiyat qilamanki, tinch xotirjam o'tgan ma'murchilik zamon bir bo'lak yovuz kishilar tarafidan dafsanda qilindi. Men cho'qim haqqoniyat yo'lida kurash qilib, yana shu zamonlarni asliga keltiraman. Allah sizlarga aql farosat, kuch-quvvat ata qilg'ay. Sodiqata, akamni burroq topsaq bo'ladi. Qizim, uni topimiz. O jahonning to'riga chiqib ketgan bo'lsa-mu, cho'qim tepib kelamiz. Hurmatli Sardor, u qandaqroq? Mehmon u. Ana. U bir kecha mushundaq deb chiqdi. Kishi azoblanganda yoki xushal bo'lgan chaqda har qachon onasini eslaydi. U yana bir necha qaytim Sanamjon deb to'ladi. Sanamjon?
Qamar, tez berib tevib chaqirib kel. Xo'p. Bu yerda g'ayribda birsi bormi? Bu yerda yo'q. Yana boshqa zindon bormi? Bu yerda mush birli zindon bor. Tez qichinglar. Juringlar. Çoxum bir güzel meleki bo'lsa kerak. Voy xudoyim-ey. Menga nima bo'ldi? Serdar. Çataq bo'ldi. Nima bo'ldi? Bir zindonga o't qo'yib yutibdi. O't qo'ygan kimkan? Tutilib qolgan mahbuslarning deyishicha, g'ayribni izlab kelgan heliq tog'liq qaroqchilar ekan. G'ayribni izlab kelgan tog'li qaroqchi. Ondaqda g'ayribchi. U silining o'zini qutqizib qolganliklaridan to'limi minnatdor ekanligini o'zlariga aytib qo'yishimdan topiladi. U hozir qayerda? U uxlab qoldi. Yo'q. Uning qal'ada bo'lmasligi mumkin emas. Qandoq deysiz? Balam, bu Zulfiqarni o'z vaqtida men Hasan vaziriga so'qib bergandim. Bu gapingizcha g'ayrib bu G'arib tek hayot bo'lishi mumkin. Bu ishni Mehribon onaga hozircha aytmay turg'in. Bu ashliqlarni ularga olib ber. Ulardan so'rashni unutma. Bahor kelay dedi. Ularga yana nima kerakkin? Ma'qul. Sapar aka! Sapar aka! Guljamal. Sapar aka! Akamni topdinglarmi? Yo'q, deqi. Assalomu alaykum Mehribon ona. Va alaykum assalom bolam. Dadam sizlarni yo'qlab kelishga avatgandi. Ozroq ochliq og'ach keldim. Sizlarni yana avar qilib tuqqu bolam. Takalib qilma. Sizlarga qandoq rahmat aytsak bo'lar. Sapar aka.
Alper aka. Akam şehir kirib ketdimi ya? Serdar, egarlishimizcha, G'ayrib rostilla qaslab o'ldirilgan Hasan vazirning o'g'li ekan. Uning onasi bilan singlisi tog'dagi Sodiqning yenida ekan. O xonga asiylik qilganligi uchun yaqi yurtga palanganmikan? Shundaq. Qaytsangiz bo'ladi. Xo'p. G'ayribjon. G'ayribjon. Xizmatingiz, hurmatli Sardar. Yo'q. Meni Sardar deb chaqirmang. Men degan bir mazluma. Mazluma? O'xshamam deganman. Sanam. Qayna o'ltiring. G'ayribjon. Siz jahonda faqat birli sanam odamsiz. Yo'q. O sizga azob ham oqibat beg'ishladi. Biroq men sizga o'z muhabbatimni, toj taxtimni beg'ishlamoqchi. Hurmatli Sardar. G'ayribjon. Men faqat Sardar bo'lish uchun yaralganmi? Ajaba men qalbingizni bahordek illatanmasmanmi? Hurmatli Sardar. Siz bahordimmi illiqsiz? Güzellik babida tangdoshsiz bir gulsiz. Mendek g'erib nigar vayronisi sizga qandoqmi munosib kelarsin? Bu o dal siz yashayotgan mush tuproqda. O'z qabilamdagi fuqarolarni demoqchimisiz? Hurmatli Sardar. Sanamjon haqida so'zlab bersam, anlig'ingiz bormi? O bir vafodar güzel malika. O toju taxtdan voz kechib, pok ishqini mendek bir g'eribga beg'ishladi. Mushuning uchun uning umri nazarband ichida o'tishi mumkin. G'ayribjon, endi qanday qilmoqchi bo'lyapsiz? Rastimni etsam, men bu yerdan qechib ketmoqchiman. Qechishna hojat. Siz uchun darvozam ochiq. Sizni uzitib qo'yay.
Ana! Ana! Pal açımen. Daniel Aleyhisselam'ın palını açımen. Palsız yürme, palgımı işenme. Pal açımen. Daniel Aleyhisselam'ın palını açımen. Palgı işenme, palsız mı yürme. Pal açımen. Daniel Aleyhisselam'ın palını açımen. Palgı işenme, palsız mı yürme. Pal açımen. Daniel Aleyhisselam'ın palını açımen. Palgı işenme, palsız mı yürme. Palgı işenme, palsız mı yürme. Çapsan özden daldı kal. O biz izdavatkan gayrip şu. Nemi diye xatarlik. Gayripça. Sefer. Çapsan bir yerden gidelim. Bayım ben bir yerde permanı görüp kaldım. Ağcana. Ana, Perman hem onun bilen birga ketken izchilar qaytib kepti. Undaqda G'ayribjonni topa olabdimi? Hadichadan anglasam, G'ayrib oilasidagilar yo'lda bo'riga ham bo'ptimish. Ayım Melikini yo'qlab kelgidek. Ana. Senemcan, otangizni undaq tanglikni qo'yma. O sizga nurg'un mol dunyo ato qildi. Sizga atab alayda chorboq soldirdi. Yana meni deb ovora bo'lmanglar. Xon ana, bo'ldi so'zlamang. Men pak muhabbatimdan voz kecholmayman. Senemcan, ota-onaning nasihatini olmasangiz kupurlik o'tidi. O sizning onangiz emasmi? Onangiz? Sen Ağcı ana. Xonish oyim, Xudo haqqi uningga rahim qilsa. Bu bechora betop tursa, uni yana zo'rlashga qandoq ko'ngillar o'naydi? Bu nim deganing? Malikam bilan o'g'limning nikohlik bo'lishi shohning amri. Xudoning taqdiri. Uni hech kim o'zgartirmaydi. Bas. Shohim. Bo'ldi, so'zlamanglar.
Hürmetlik Şahim. Moşundaq ketiverse jahondagi haq nahaq ostun üstün bo'p ketmamdi. Şahim, g'ayribni qaytirib kelishga farmon tushasizlari bo'lmamdi. Shundaq qizlari bechora Sanamjonning kesilimi shifo topatdi. Bala qazodan neri bo'lishni nazarda tutganda, bu ahdinomini balduroq ko'zdan yo'qotish zarur edi. Ağçı, mening sodiq dilkishim. Atqan o'qni qaytirib bo'lmas. Ulug' Şahim, özleri Sanamjon uchun taklif qilgan tevib kepti. Sanamjonni davolab saqayta olayman degan heliq tevibami? Shundaq Şahim. Qani, kirsin. Assalom podshoyi olam. Harmag'aysiz, hurmatli teviba. Qizimning holiga davo topqaysiz. Bosh ustiga. Merhamet. Sanamjon, shoh otingiz siz uchun taklif qilgan teviba kepti. Güzel Melikem, çırayınızdaki zəhbiranglik, nəfəsdeki ateş alametleri yürgünüzdə bir xil dərd pıraqның bağlığıdın dərək berivatıdı. Bununla məndə bir xil şifa var. Əgər tanavul qısınız, şifa tapısız. Siz Abdullah bilen toy qilishqa ma'qul bo'lin. Nima? Biroq shuni shart qilinki, aldı bilen 40 keç gündüz toy bolsun, andın nikah o'qishga rozilik bering. 40 keç gündüz toy bolsun. Yürügüm bari bolup, göz yaşlarım kurup, tenlerim qağı qozg'unlag'i yem bo'p ketsa rozimanki, Abdullah roziliqim yo'q. Siz Ferhatni zaharlab o'ldirgan heliqi Cadigar Yasemen mu nime? Yo'q, hurmatli Melikem. Mushu 40 kun ichida yaringiz G'ayribjon bilan didor ko'rishib, murodingizga yetasiz. Siz zodi kim bo'lasiz? Men vafodorlik babida bir jup sultonni ko'rdim. U meni huzuringizga boshlab keldi. Sizlarga yordam berishdan boshqa muddaim yo'q. Özünüz zadi kim? Mening deydiganim shuki, yor vasliga yetish uchun muhabbatga sodiq bo'lishdan boshqa yana pam, farosat lozimdir. Allah, bu o'ngimmi, tushimmi? Bu tush emas. Sanamjon, pat arda yoringiz G'ayribjon bilan didor ko'rishish nasib bo'lg'ay. Xayr. Perişte. Aka, Sadık atam sizni uzat qilib kepti. Assalomu alaykum, Sodiq aka. Oybi ona. Qani, marhamat. Qani, marhamat. Sadık ata. Mana be. Buni ağın oğlum. Sodiq ata, bu Zulfiqar. Bu Zulfiqarni safar qadimiy qal'adan tepib ketdi. Amin,
Allohu akbar. Bu çağlarda dil aramning nazarida biz tog' qaroqchilari edik, ha? Oğlum, atang Hasan Vezir hayat vaqtida mundaq bir she'rni doim o'qiydigan. Kimiki hile bilan qilsa g'urur, oyoq siridan qumushdek qurur. Olamdagi ishlar taqdirga taalluq, va lekin uningmi tadbiri bordir deganlarimni esingda cham tut o'g'lim. Sodiq ota, deganlarini esimda mahkam tutaman. Assalomu alaykum Abdullah. Va alaykum assalom, do'stim Olimjon. Bugun hajab chiroyli yasanibsan-ku. Bugun to'ying emasmi? Sening to'yingni muboraklab keldim. Do'stim Olimjon, bu gaping rostmi? Albatta rost. Mashig'un Sanamjonni bir xush qilib o'tay deb, alohida bu gullarni tizib keldim. Akila ko'r paqay. Do'stligimizning yuzini qilay. Qani, marhamat. Rahmat. Buningda cho'qim bir gap bor. Olimjon, bu gulni o'zing tizdingmi? Ha, shundaq. Bu gulni o'z qo'lim bilan tizdim. Rostini aytay. Bu gulni tizish uchun tog'davollardan eshib ajoyib bir bog'vanni topdim. Gul tizishni shuningdan o'rgandim. Olimjon, aytdi. U qaytib keldimi? Hı. U qayerda? Bizninkida. Atkashda bir amal qilib Sanamjonni Chorbaqa ib chiqqan. Shu chaqda u ikkisi ko'rishalaydi. Atkashda? Jinim Malika. Bu gulga qarang. Ana, o qaytib ketdi. Ha, qaytib keldi. Ayting, o nerede? Olimjonning uyida ekan. Gülbanu? Gülbanu? Ahçı ana, yeni kiyimlerimni keltirgeyla. Sanamjon, bir amal qilib, ata Chorbaqa chiqish uchun shahdan ijozat olg'aysiz. G'ayrib sizni shu yerda saqlaydi. Nima topshiriqlari bakin? Qog'oz bilan siyoh keltiring. Xo'p. Şanı şevkitim, şefqatlik şah ata. Men üçün saldırgan Chorbaqa chiqib, xasti ko'nglimni ochqim kelar. Marhamat aylab, ijozat qilg'ayla, qizlari sana. Hey, navkarlar! Labbay shoyim.
Fermanımga kulak sal. Hazırdan başlap çağırbaqqa mendin icazetsiz hiç kim kirmisin. Fermanımga xilaplık qıgallarning kallısı ilinsin. Senemcan. Xeyribcan. Aktır ola. Xeyrem, bundaq bo'lishini o'ylamagan bo'g'aydim. Nima qilmoqchisan? Abdullah. Abdullah. Şahimizning farmonidan xabaring yo'qmi? Uning ijozatsiz Çağırbaqqa kirganlarning kallasi elinadi. Nima? Shohning farmoni? Endi farmon tushirish navbati menga keldi. Hurmatli begim. Tog'dagi qaroqchilar sepil sirtida paydo bo'libdi. Qarovullikni kuchaytinglar. Xo'p. Abdullah! Sefer, endi kaçamaysan. Ustozim. Olim, ustozim. 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 G'iribjon. Ulug' shohim. Men gunohkor. Men o'limga loyiq. O münafık! Çapsa sözle! Ma'qul. Men aytay. Callat! Men gunohkor. Men o'limga loyiq. Biroq shohim. Bu ishlarning hammasini Shahvoz vazir planlagan. Ulug' shohim, uning aytganlari butunlay tuhmat. Sözle! Mana bundan 12 yil burun Shahvoz vazirning Hasan vazirni qaslab o'ltirish to'g'risida menga tushirgan maxfiy farmoni.
12 yildan keyin Şahvaz manga tumshiq eg'izda g'eyribni oilasidagilar bilan qo'shib o'ldirib etish to'g'risida farmon tushirdi. Navkarlar! Ulug' shohim, g'ayrib odam boshlab o'rdaga bisib kirdi. O'tinib qolay, bir qo'shiq qinimdan kessizlar. Ulug' shohim, bu mal'unni yo'qotmoqcha elde tinchlik bo'lmas. Ulug' shohim, bir qo'shiq qinimdan kessizlar. Jallat! Bu mal'unning kallasi ilinsin. Hop! Ya Rabbim, g'afillikda o'tkazgan gunohimni kechirgaysan. Ulug' shohim, Oğlum. Sana chin ko'nglimdan teşekkür aytaman. Hey.